Endi Instagramdan millionlab pul topishingiz mumkin. Bilasiz, Amerikada monetizatsiya ochilganida, endi Koreyada ham ochilyapti. Bu Koreyada aynan prosmotr uchun emas, bizga takliflar tushyapti. Men hozir o'zimga tushayotgan takliflarni ko'rsataman. Siz ham mana shu nastroykani qilib, sizga tushayotgan millionlik takliflarni ko'rib oling. Instagramga kiramiz va tepadagi nastroyka bo'limiga kiramiz. Bu yerda mana bu bo'limi bor. Account degan bo'limiga kiramiz. Mana bu branded content degan joyiga kiramiz va bu yerda bizga takliflar tushishni boshlaydi. Men qabul qilgan takliflarim mana bu yerda manager contentga kirasiz va bu yerda ko'rsatishim mumkin. Mana bu yerda $8000 taklif. Mana bu yerda $150 taklif. Mana bu yerda $100. Keyingisida $3000 taklif. Keyingisida $200 taklif. Keyingisi $2000 taklif. Keyingisi ham $2000 takliflar va $5000 taklif. Bu yerda $100 taklif, $200 taklif, $142 taklif va $300 taklif. Mana shu takliflarni sizlar bosib, menga qiziqdi bosasiz. Mana bu yerda men intereslarni bosganman, qiziqaman deb bosganman. Mana shu taklifga men roziman deganman. Bu yerda $8000 taklif ichkariga kirganingizda sizga ko'rsatadi. Bitta reels, bitta post, bitta stories qo'yib berasiz deyapti. Shu taklifga rozi bo'lsangiz, mana bu yerda bank akkauntlaringizni kirgizib qo'yasiz va sizga pul o'tishni boshlaydi. Mana bu yerda sizni qabul qilsa ochib qo'yadi.